Yo'q, men salomsiz, sizlar yana Yasanki Pro. Bugungi videomizda taksi bo'lib ko'ramiz. Qanunda boshladik. Sizlar bilasizlar, taksichilarga oson emas, chunki qoidani buzsa, politsiya qo'lab ketadi. Hozir meni ham politsiya qo'lab ket. Men nima qildim? Axir do'stlar, bugungi videomizda men taksichilik qilolmasam kerak, chunki mana bu bilsa Zahiriddin qo'rdi meni. Hozir juft atroflamasam tinch qo'ymaydi meni. Ustaxonaga kirib migalka sotib olaman. Shunda tegirmas balki. Do'stlar, manaki men politsiyadan qocholmadim. Mashinam juda ham sekin edi. Ana harbiyskiy mashinam bilan keldim. Manaki bizning o'sha taksi mashinamiz olib qo'ydi bizdan. Endi esa buni chiqarib olamiz. Xo'sh do'stlar, endi taksichilik qilishimiz kerak. Biror marta taksichilik qilganim yo'q hali beri. Bir marta o'sha ham taksichilik qilay deyapman. Pul qo'shilsin. Do'stlar, birga qoidalar, bugungi videomizda qoidalarga bo'ysunmaymiz. Chunki taksida manzilga eritib berish uchun vaqt berilgan. O'sha vaqt ichida qoidalarga amal qilsak, vaqt tugab biz yeb qolishimiz mumkin, ya'ni yengilishimiz mumkin. O'shaning uchun tezlikda haydab yo'qole bilib. Do'stlar, bir kishi ekan. Bu degan yaxshi. Urilma! Bila! Do'stlar, men qaytadan urinyapman. Chunki boyangisi menga urildi. U urildi degani undan umid yo'q degani. U urilgandan keyin bir joyda qotib turaveradi. Minmaydi. Tutganim to'bada ekan-ku. Ammo do'stlar, boraveramiz, bizga farqi yo'q. Do'stlar, men yaqinlashib qoldim. Bila, 3 kishi ekan, zaybal. Minmayapti bolalar. Meni olgan-ku bu. Brat, kallangizni olib turing, YouTube yopdimi bu? Qandaysiz? Mana bu qizning egizagi minmayapti. Ey, siz minmaysizmi? Taksi kerak emasmi? Do'stlar, oxirdagi odam minmasa bo'lmaydi. Dinaqini ketib qoladi. Lokatsiya qayerda ko'rsatyapti? Mayli do'stlar. Minsa ekan, zaybale. 3 kishi bo'ladimi? Qashanaqa qarchi, minsang min. Ochil, mening uyim-ku bu. Do'stlar, qarchi bankrot bo'ldim. Minmadi. Anasining do'stimni ko'rasizlarmi? Joni. Xat qilganman. Ana endi biror tuzukroq mashina olib ko'chalarda yaqinda kunki deb yuraveramiz. Xo'y. Faqat qora mashina oldida bitta gel qolib ketibdi. Do'stlar, birinchi oboradigan joyim bu moyka bo'ladi.
kirib qoldi. Ochil, sim. A few moments later. Mana do'stlar, bir soat deganda tayyor bo'ldi mashinamiz. Mana toza bo'lib chiqdi. O'yin nomiga keladigan bo'lsak do'stlar, ambulatoriyaga admin deb nomlanadi o'yin nomi. Hazillashdim. O'yin nomi Car Simulator. Manaki do'stlar, mana shu garajim yoqatda. Ana do'stlar, Nexia 2 biz yo'l patrul xizmati bek akalar bilan Kia K5 Epoch 102 bilan M5 ya'ni M3 BMW. Bu qanday mashinaligini bilmadim. Dodge bo'lsa kerak. Dodge. Hammasi yo'l patrul xizmati. Do'stlar, bu hech qanday modlarsiz. Bu o'yinda Play Marketdan skачать qilsangiz ham shu avtomobillar bo'ladi. Yana eng qizig'i do'stlar, bitta o'zbekcha mashina bor. Tuning qilingani. Hozir borib ko'rsataman. Unga pulim yetmayapti do'stlar, to'g'risi. Pul yo'q hali. O'zim mana qolaman. Sotib olaman va o'sha mashinani ko'proq qatnashtirib videolar chiqarib boshlayman. Inglizchasiga fast go deyiladi, o'zbekchasiga esa labo deyiladi manaki. Ko'rib turibsizlar, yetmaydi menga. Do'stlar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsalaringiz like va obuna tugmasini bosib qo'ying, chunki biz shu oy 100 ta bo'lishimiz kerak. Biz hozircha 62 tamiz. Sizning obunangiz 100 ta bo'lishga kerak. Va siz sovg'alar yutib olishingiz ham mumkin.